Altıncı pare. Zulümge uçurğuchidan boshqa har qanday kishining oshkora yomon so'z qilishini Alloh yoqtirmaydi. Zulümge uçurğuchining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Alloh zulümge uçurğuchining duosini anglag'uchidir, zolimni bilguvchidir. Sizlar oshkora yoki yoshirin bir yaxshilikni qilsanglar yoki bir yomonlikni kechirsanglar savob topsizlar. Shubhisizki Alloh afo qiluvchidir, qudratlidir. Shubhisizki Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishini payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ayirib o'tmoqchi bo'lganlar payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deguvchilar uning ya'ni iymon bilan kufrning orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar ana shular iymonini da'vo qilgan taqdirdimi rostlik kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'uchi azob tayyorladik. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etgan, ulardan hech birining orasini ayirib etmagan, ya'ni hammasiga iymon etgan kishilarga Alloh ularning tegishli ajrlarini ato qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ahli kitob sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musodan buningdanmi cho'ng'arog'ini so'rab, bizga Allohni oshkor ko'rsatgan degan edi. Shuning bilan ularning zulmi sababli ularni chaqmoq so'qdi. Ular ro'shan mo'jizlar kelgandan keyin Mozayni ma'bud qilib oldi. Keyin biz ularni afo qildik. Biz Musoga uning rost payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizlardan ro'shan paket ato qildik. Tavrat shariatini qabul qilmaganliklari sababli ulardan ahd olmoq uchun ustiga turtig'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik. Hamda ularga shanbaning hurmatini saqlanglar, ya'ni shanba kuni biliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik. Ulardan bu haqda mahkam va'da oldik. Ular ahdini buzganliklari, Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari va Muhammad alayhissalomga dillarimiz parlangan, ya'ni so'zini tushunmaymiz deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Balki Alloh ularning kufri sababidan dillarini pechatlayapti. Shunga ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ya'ni ularning kufri, ya'ni Isa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'xton chaplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Ya'ni Allohning rasuli Isa ibn Maryamni haqiqatan o'ltirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning Isa'ni o'ltirganimi yo'q, darga osqanimi yo'q, va lekin ularga shubhi selindi. İsa'ni osdiq deb gumon qilib, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ltirilganligi masalasida shubhididir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumonga asoslanadi. Ular İsa'ni hargizmi o'ltirmadi. Balki Alloh uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa alayhissalomni Alloh ularning sharidan qutuldirib, huzuriga olib chiqib ketdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ahli kitobdan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isaning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi. Isa qiyomat kuni ular Yahudilarning Isa'ni darga osdiq degan davosining va Nasaralarning Isa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Cheklangan jazoni olganliklari va kishilarning pul mollarini naq yeganliklari uchun ularning ichidan kofir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Ularning ichidagi ilmi cho'nqur bo'lganlarga, sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etgan mu'minlarga, namozni o'tuguvchilarga, zakot berguvchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etuvchilarga jannatni mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Ey Muhammad, biz Nuhga va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga, Yaqubning avlodlariga, Isoga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik.
Ularning orasida ilgari, ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor, sana bayon qilmaganlarimizmi bor? Allah Musaga bevosita so'z qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etatdim va itoat qildim deguvchilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xushxabar berguvchi, osiylik qiluvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdiq. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Yahudilar va Nasaralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa gunohi o'ziga. Lekin Allah sana nazil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik beradi. Allah Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nazil qildi. Farishtalarmi Allah sana nazil qilgan Qur'onga va payg'ambarligingga guvohlik beradi. Boshqalar guvohlik bermagandimi, Allohning guvohligi yetarlikdir. Shubhisizki, kofir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. Shubhisizki, kafir bo'lganlar va zulm qilganlarni Allah mag'firat qilmaydi. To'g'ri yo'lg'imi, ya'ni jannatning yo'lg'imi boshlamaydi. Ularni faqat jahannamning yo'liga qo'yib yetadi. Ular jahannamda mangu qoladi. Bu ya'ni ularni jahannamda mangu qoldirish Allohga oson. Ey insonlar, payg'ambar ya'ni Muhammad alayhissalom sizlarga Parvardigoringlardan haqdan elib keldi. Iymon etinglarki, bu sizlar uchun foydali. Agar inkar qilsanglar, ya'ni kufrni davomlashtirsanglar, Allah sizlardan behojat. Chunki osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Allah bandalarining ahvolini bilguvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey ahli kitob, dininglarda haddidan oshmanglar. Allohning sha'niga haq so'zdan boshqani aytmanglar. Ya'ni Allohga sheriki va bolasi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilinglar. Masih Isa Maryamning o'g'li faqat Allohning rasulidir. Sizlar gumon qilgandek Allohning o'g'li emasdir. Maryamga Allohning ilg'i qilgan kalimasidir. Ya'ni otining vositasiz Allohning vujudga kel degan so'zidan yaratilgandir. Alloh tarafidan kelgan bir ruhdir. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Alloh Isa Maryamdan iborat uchdir demanglar. Xudo uch deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydaliqdir. Alloh faqat bir ilohdir. Bolasi bo'lishdan pokdir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Alloh yetarli homiydir. Masihmi, Allohga yaqin farishtalarmi Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allohga bandichilik qilishdan bosh tortadi ekan va ko'ranglab ketadi ekan, bilsinki Allah ularning hammasini qiyomat kuni hisob bilish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Allah ularning amallarining ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Allohga qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan shonliq mo'jizalar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhissalomdan iborat ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Allohga iymon etgan va uningga, ya'ni Qur'onga chin yepishganlarga kelsak, Allah ularni o'z rahmatiga va ne'matiga, ya'ni jannatiga daxil qiladi va ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ey Muhammad, sendan ota-onasi, bolasi yo'q mayitning merosi to'g'riliq fatvo so'rashadi. Aytqinki, Allah ota-onasi, bolasi yo'q kishi qoldirgan meros to'g'risida fatvo beradi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, bolasi bo'lmasa, faqat bir hamshirasi bo'lsa, u tarakining yerimini oladi. Agar u ayolning bolasi bo'lmasa, har bir tuqqani uning varisi bo'ladi. Agar ikki hamshirasi bo'lsa, ular tarakining 3dan 2-sini oladi. Agar varislar ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi beriladi. Adashmasliginglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib beradi. Allah har narsani bilguvchidir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5-sura Maide. Madinada nozil bo'lgan 120 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman.
Ey mu'minlar, ahdilarga, ya'ni Alloh bilan sizlarning oranglardagi va sizlarning o'z oranglardagi ahdilarga vafo qilinglar. Sizlarga haromligi bayon qilinganlardan boshqa hayvonlarni bo'g'izlagandan keyin yeyish halol qilindi. Lekin sizlar ihrom, haramda bo'lganinglarda shikarni halol sanamanglar. Shubhisizki, Alloh halol harom to'g'riliq xohlagan narsani hukm qiladi. Ey mu'minlar, Allohning dinining alomatlarini, ya'ni hajda taatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan cheklangan oylarda urush qilishni, hadiyani qalada, ya'ni hajda qurbonlik qilinadigan mol ekanligini bildirish uchun hayvonga isib qo'yilgan narsalarga cheqilishni, Parvardigoringning fazilati va roziligini tilab Baytullohga haj uchun yoki umr uchun kelguvchilarga cheqilishni halol sanamanglar. Ikromdan chiqqan cheg'inglarda ishkor qilsanglar bo'ladi. Biroq qavmning sizlarni masjidi haram ziyoratidan to'sqanligidan iborat dushmanligi hargizmi sizlarning ularga cheqilishinglarga sababchi bo'lmasin. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shi, Allohdan g'ayrining nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ltirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlanganlaringlar halol bo'ladi. Butlarga ilib berilib uning yenida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, ya'ni jaholiyat davrida pal uchun ishlatiladigan 3 parcha yog'och bilan pal selishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kofirlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimki ochliqda ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yeyish gunoh bo'lmaydi. Alloh mag'firat qiluvchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, ular sendan o'zlariga yemak ichmakdan nimalarning halol qilinganligini so'raydi. Aytqinki, sizlarga pok narsalar va et, qorchiga, qushga o'xshash shikarga o'rgatilgan, sizlar Allohning o'zinglarga o'rgatgani bo'yicha o'rgatgan ovchi jonivorlarning shikar qilgan narsalari halol qilindi. Ularning sizlar uchun o'lgan narsalardan yanglar, o jonivorlarni shikarga qo'yib bergan cheg'inglarda Allohning nomini yod etinglar. Ya'ni bismillah denglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Bugun sizlarga pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning tamaqi sizlarga haloldir va sizlarning tamaqinglar ularga haloldir. Mu'minlardan bo'lgan iffetlik ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan bo'lgan iffetlik ayollarning mehrini bersanglar, iffetlik bo'lganinglar va oshkor va yo'shirin fohishni ko'zlamaganinglar holda ularni olsanglar, ular sizlarga haloldir. Kimki iymonidan yenib oladigan yoki shariat ahkomlarini inkor qiladigan, uning amalining savobi yo'q chiqariladi. Oxiratda o'z yantatquchilardan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lib turganinglarda yuzinglarni yuyinglar. Qo'linglarni jayniganglar bilan qo'shib yuyinglar. Beshinglarga masih qilinglar. Putinglarni o'shig'inglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar, poklaninglar. Ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar, so'zyan qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar, yoki sizlarning bir sanglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar, yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pok tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Alloh sizlarga mushaqqatni xohlamaydi. Lekin Alloh shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan ulug' ne'matini va sizlar bilan qilgan muohidasini eslanglar. Ayni zamonda sizlar angladik va itoat qildik degan edinglar. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Allohga bergan ahdini buzishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan bandalarining dillaridagi sirlarini bilguchidir. Ey mu'minlar,
Allah'ның razılığı üçün adaletni barpo qilinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Biror qavmga bo'lgan o'chmanliginglar ularga adil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta savob va'da qildi. Kafir bo'lgan va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan, sizlarni dushmaninglardan saqlaganlik ne'matini eslanglar. Ayni zamonda bir jamoa sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Allah'ning amrini o'rindash, ma'ni qilingan ishlardan chekilinish bilan qo'rqinglar. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Shubhisizki Allah İsrail avlodidan mahkam ahd oldi. Ularning orasidan, ya'ni 12 oymoqning har birisidan birdan 12 boshliqni kepillik uchun jabbarlarga, ya'ni amaliklarga avatdiq hamda Allah men sizlarga yordam beraman ey İsrail avlodi. Allah bilan qasamki, agar sizlar namozni talabga loyiq o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarzi hasana bersanglar, albatta sizlarning gunohlaringizni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimki amr qilgan narsalarimni inkor qiladi ekan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi dedi. Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildik. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga bo'shamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartirib o'tdi. Ular Tavratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad, ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afv qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Biz nasarimiz deguvchilardanmi Allohni bir deb tonishqa va Muhammad alayhissalomga iymon etishga mahkam ahd oldik. Ular Injilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Buning jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat va dushmanlik soldik. Shu chaqda Allah ularga qilmishlarini aytib berdi. Ey ahli kitob, sizlar kitobda Injilda va Tavratda yo'shirgan nurg'un narsalarni bayon qilib beradigan va yo'shirgan narsalardan nurg'unni kechiradigan, ya'ni oshkorlab sizlarni pash qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ya'ni Muhammad alayhissalom va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. Allah shu kitob, ya'ni Qur'on orqali rozilikni tilaganlarni tinchlik yo'llari, ya'ni Allohning shariati va uning ahkomlariga yetaklaydi. İradisi bo'yicha ularni kufr qorong'uliklaridan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Maryam o'g'li Masih, ya'ni Isa Allohdir degan kishilar haqiqatan kofir bo'ldi. Ey Muhammad, aytqinki, agar Alloh Maryam o'g'li Masihning onasini va yer yuzidagi barliq kishilarning halok qilinishini iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning idorchiligi Allohga xosdir. Alloh xoliqini xalq etadi. Allah her narsaga qodirdir. Yahudilar va Nasoralar, biz Allohning o'g'illarimiz va do'stlarimizdir dedi. Aytqinki, undaq bo'lsa, Allah nima uchun sizlarga gunohinglar tufaylidan azob qiladi? Amaliyotda sizlarni boshqa kishilarga o'xshash Allah yaratgan insonsizlar. Allah qolgan odamga mag'firat qiladi, qolgan odamga azob qiladi. Ya'ni mag'firat qilinishni qolgan kishini Allah mag'firat qiladi. Azob qilinishni qolgan kishiga Allah azob qiladi. Osmonlarning, yer yuzining va ularning orasidagi narsalarning igdorchiligi Allohga xosdir. Eng oxir boradigan joy Allohning dargohidir. Ey ahli kitob, bizga savob bilan xushxabar berguvchi, azobdan ogohlantiruvchi kammidi demasliginglar uchun payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi. Haqiqatan sizlarga xushxabar berguvchi
va ogohlantiruvchi, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Endi sizlarga o'zri qolmadi. Allah her narsaga qodirdir. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allah o'z vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'tirisidan yo'l ochib berish, bulutlarni soyvon qilib berish, osmondan yemaklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ey qavmim, Allah sizlarga taqdir qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa ikkili dunyoda ziyon tortquvchilardan bo'lib qolasizlar. Ular: "Ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik, ya'ni jasomatlik, qomatli bir qavm bor. Ular ot qavmining qoldig'i bo'lgan a'moliklar bo'lib, ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular bu yerdan chiqib ketsa cho'qim kiramiz" dedi. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan, Allohning iymon bilan toatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalib ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Ular: "Ey Musa, madamiki ular muqaddas yerda ekan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar urushinglar, biz bu yerda o'ltirib turaylik" dedi. Musa dedi: "Parvardigorim, men faqat o'zimga va qarindishimga egiman. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini ayirib etgin." Allah dedi: "Ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda adishib yuradi. Fas qavm uchun qayg'urmagin. Ey Muhammad, ularga Odamning ikki o'g'li, ya'ni Hobil bilan Qobilning hikoyasini rostchilik bilan o'qib bergin. O'z vaqtida ular, ya'ni Hobil bilan Qobil ikkalan qurbonlik qilgan edi. Birsi yana Hobilning qabul bo'ldi, yana birsi yana Qobilning qabul bo'lmadi. Qobil Hobilga: "Men seni cho'qim o'ltiraman" dedi. Hobil: "Nimishqa?" dedi. Qobil: "Allah sening qurbonligingni qabul qilib, meninkini qabul qilmadi" dedi. Hobil aytdi: "Allah faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi. Agar sen meni o'ltirishga qo'lingni so'zadigan bo'lsang, men seni o'ltirishga qo'limni so'zmayman. Men faqat olamlarning Parvardigori Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sening men bilan munosabatlik, ya'ni meni o'ltirganlik va o'zingning ilgirki gunohingni, ya'ni otang Odamning amriga osilik qilganlik gunohingni ustinga elib, ahli do'zaxlardan bo'lishingni tilayman. Zulm qiluvchilarning jazosi shudir." O yana Qobilning nafsi, uning qarindishini, ya'ni Hobilni o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ltirib dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Allah uning qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'a avatdi. Qog'a tumshig'i va ikki puti bilan yerni ko'ladi. O yana Qobil buni ko'rib: "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'ichilik bo'lishdan ojiz keldimmi?" dedi. Shuning bilan u nadomat qiluvchilardan bo'ldi. Shu sababdan Tavratda Isroil avlodiga hukm qildikki, kimki noq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltirsa, u butun insonlarni o'ltirgandek bo'ladi. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishiga sababchi bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Payg'ambarlarimiz Bani Isroilga rostilla shonliq mo'jizalarni olib keldi. Shuningdan keyin ularning, ya'ni Isroil avlodining to'lisi kufrda, odam o'ltirishda, zaminda haddidan oshquvchilardan bo'ldi. Allah va uning rasuli bilan urush qilganlarning, yer yuzida buzg'unchilik qilganlarning jazosi shuki, ular o'ltirilishi yoki dorga esilishi yoki o'ng qo'llari va so'l putlari kesilishi yoki surgun qilinishi kerak. Bu ular uchun bu dunyoda rasvolik elib kelguchidir. Oxiratda ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Sizlar tutib olishdan ilgari tavba qilganlar buningdan mustasno. Bilinglarki, Alloh mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, maqsadga erishishinglar uchun Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohga toat ibodat qilish, gunohdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Alloh yo'lida jihad qilinglar. Zimindagi barliq narsalar,
Yani shuningdek bir has keladigan narsalar kofirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ularning fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiynag'uvchi azobga duchor bo'ladi. Ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, hargiz chiqolmaydi. Ular doimlik azobga qoladi. O'g'irlik qiluvchi erning va o'g'irlik qiluvchi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish yuzasidan qo'llarini kesinglar. Alloh o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uvchidir. Kimki o'g'irlik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzatsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Allah nayt mag'firat qiluvchidir, nayt mehribondir. Bilmamsanki, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, dillarida ishonmay, og'izlarida iymon etdik deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudilarning kufriga fursat topsalar, kufrini izg'or qilishga oldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular o'limalari to'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kelmagan, ya'ni o'shlik qilib sening so'hbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar yahudilarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini o'z o'rnidan o'zgartirib etadi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib etadi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar o berilmasa qabul qilmanglar deydi. Alloh bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dabiy qilishga qodir bo'lolmaydi. Dillarni qilmishi qabih bo'lganlikdan, kufrdan pok qilishni Alloh xolamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi. Ular yolg'onga quloq solg'uvchilardir. Xor va jazoniga o'xshash haromni yeguvchilardir. Ey Muhammad, agar ular sening oldinga davolashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Agar ularni rad qilsang, ular senga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Ularning yanida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat tursa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmayotsa, ey Muhammad, qandoqcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi, ondan keyin yana haqiqat oshkor bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'raydi. Ana shular Tavratqami, sangami ishonmaguchilardir. Biz haqiqatan Musoga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudilar orasida Tavrat bilan hukm qiladi. Yahudilarning zohidlari va ulamolarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan kitobullar, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Ey Yahudilarning ulamolari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Ular yana Isroil avlodiga Tavratda shundoq belgiladikki, jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va kishini qandoq yordar qilgan bo'lsa, shundoq yordar qilinish bilan qisos e'lanadi. Kimki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kafforat bo'ladi. Allah nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Ularning ya'ni Bani Isroil payg'ambarlarining orqasidan o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni tasdiqlovchi Isa ibn Maryamni evatdik. Uningga hidoyat bilan nurni o'z ichiga olgan Injilni ato qildik. Injil o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni tasdiqlovchidir, taqvodorlarga hidoyat va pand nasihatdir. Ahli Injillar, ya'ni Nasaralar, Allah Injilda nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilsin. Allah nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir. Ey Muhammad, biz sana o'zidan ilgirki samoviy kitoblarni tasdiqlovchi va ularga shohid bo'lg'uvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad, ularning orasida Allah sana nozil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafs xohishlariga ergashmagin.
ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Ya'ni butun insonlarni bir dinda qiladi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiringlar, hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib beradi. Ular ya'ni Yahudilar va Nasaralarning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'onning ahkomi bo'yicha hukm qilgan. Ularning nafs xohishlariga ergashmagan. Ularning Alloh sana nozil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechirishidan saqlangan. Agar ular Alloh sana nozil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammad, bilginki, ularning bir qism gunohlari tufaylidan Alloh ularni jazolashni iroda qiladi. Shak shubhisizki, kishilardan nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Parvardigorining toatidan bosh tortib, haqqi xiloflik qilib, gunoh uchumguchilardir. Ular jaholiyat davrining hukmini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdan adil kim bor? Ey mu'minlar, Yahudi va Nasarlarni vali qilib olmanglar. Ular bir-birining valilaridir. Sizlardan kimki ularni vali qilib oladigan, u mushulardan sanaladi. Allah zalim qavmni haqiqatan hidoyat qilmaydi. Dilinglarda kasallik, ya'ni munofiqlik bolaning zaman o'zgarib kofirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishdan qo'rqimiz deb, ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rasan. Allah Rasulullohga, musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fath qilishni ato qiladi. Yoki bir ishni maydonga keltirdi-da, ko'nglida yo'shirg'ini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Bu munofiqlarning musulmonlarga qilgan ilmikri pash qilinganda, mu'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim billi ekanliklariga Alloh nomi bilan qattiq qasam ichganlar mushu kishilarmi deydi. Ularning, ya'ni munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi. Ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchi bo'ldi. Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Alloh uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularni Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qiluvchilarning malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltiradi. Bu Allohning fazlidirki, Alloh uni bandalardan xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Shubhisizki, sizlarning do'stinglar Allohdir. Allohning rasulidir va namozni talabga loyiq o'taydigan, zakot beradigan va Allohning amriga kamtarlik bilan bo'ysunadigan mu'minlardir. Kimki Allohni, Allohning payg'ambarini va mu'minlarni do'st tutadi ekan, u Allohning jamoasidandir. Allohning jamoasi albatta g'olibdir. Ey mu'minlar, sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan dininglarni masxara va o'yin chiqarganlarni do'st qilib olmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Sizlar namozga chaqirgan, ya'ni azon aytgan cheg'inglarda ular namozni ham sizlarni masxara va o'yinchi qiladi. Bu shuning uchunki, ular namozning hikmatini va namozning nafsini poklashdagi g'oyasini tushunmas qavmdir. Ey Muhammad, aytganki, ey ahli kitob, faqat bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchiliginglar fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar? Ey Muhammad, aytganki, sizlarga Allohning nazridagi buningdan yomon jazoni aytib beraymi? U shunday kishilarning jazosiki, Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Alloh ularning bir qismini maymun va cho'shqa qildi. Bir qismini shaytonga ibodat qiladigan qildi. Ani shularning o'rni eng yomondir. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashganlardir. Yahudilarning munofiqlari yeninglarga kelgan chaqda biz iymon etdik dedi. Vaholanki ular ey Muhammad yeningga kufr bilan kirib kufr bilan chiqib ketdi. Alloh ularning yo'shirgan narsasini, ya'ni nifoqini va kufrini obdan biladi. Ular ya'ni Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm silishga va haram yeyishga oldiraydiganligini ko'rsan. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ularning zohidlari, o'limalari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan
haram yeyishdan to'simaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Yahudilar Allohning qo'li bog'liqdir dedi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlari sabablik Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Amalda Allohning ikki qo'li ochiqdir. Qanda xolisi shunda rizq beradi. Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrni oshiradi. Ya'ni ularning sana dushmanligini va Qur'onni inkor qilishni ziyoda qiladi. Biz ularning orasida qiyomatgacha davomlashadigan o'shmanlik va dushmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini ochmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chiradi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuradi. Alloh buzg'unchilik qiluvchilarni yoqtirmaydi. Agar ahli kitob Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etsa va Alloh cheklagan ishlardan parhez qilsa edi, ularning gunohlarini biz cho'qim kechirardik. Ularni cho'qim nozu ne'matlik jannatga kirgizardik. Agar ular Tavrotga, Injilga va Parvardigori tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustilaridan va oyoqlari ostidan yeyishar edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qiluvchilar? Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarning hammasini yetkizgin. Agar to'liq yetkizmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Alloh haqiqatan kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, sizlar Tavrotga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqchi, sizlar e'tiborga og'idek dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Parvardigoringlardan nozil qilingan ahkomlar ularning ko'pchiligida yomonlik va kufrni oshiradi. Kofir qavm uchun qayg'urmag'in, chunki payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish ularning odatidir. Mu'minlardan, Yahudilardan, farishtalarga va yulduzlarga cho'qing'uvchilardan, nasaralardan, Allohga va oxirat kuniga iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qo'rqinish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Biz Bani Isroildan chin ahd oldik. Ularga dinining ishlarini bayon qilib berish uchun payg'ambarlarni avatdik. Ularga har qachon bir payg'ambar ularga yoqtirmaydigan ahkomni olib kelsa, ular payg'ambarlarning bir bo'ligini yolg'onchi qildi, bir bo'ligini o'ltirdi. Ular biz Isroil avlodi payg'ambarlarni o'ltirish bilan azobga duchor bo'lmaymiz deb o'yladi. Ular ko'r bo'ldi. Ular g'as bo'ldi. Ondan keyin ular tavba qildi. Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularning nurg'ini yana haqni ko'rishdan ko'r bo'ldi. Alloh ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, Alloh Maryamning o'g'li Isodir deguvchilar kofir bo'ldi. Isa, ey Bani Isroil, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladi ekan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi dedi. Alloh uch ilohning biridir deguvchilar shaksiz kofir bo'ldi. Bir ilohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlardan qaytmasa, ularning ichidagi kofir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tavba qilmamdi, Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Alloh tavba qiluvchilarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Maryam o'g'li Isa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil ayoldir. U ikkisi tamoq yeydi, ya'ni ularni boshqa maxluqotlarga o'xshashla go'sht, so'ngak, to'mir va paylardan tarkib topgan edi. Ularga oyatlarimizni qandoq bayon qilganligimizga qarag'in. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tatqanligiga qarag'in. Ey Muhammad, sizlar Allohdan boshqa sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar degin. Alloh bo'lsa so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, ey ahli kitob, dininglarda haqsiz ravishda chekdan eshib ketmanglar. Ilgari o'zlari ozgan, nurg'un kishilarni ozdirgan
va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafs xohishlariga ergashmanglar degan. Bani Isroildan kofir bo'lganlarga Davudning va Maryam o'g'li Isoning tili bilan la'nat qilindi. Bu yana ularning la'natga uchrashi, ularning osiylik qilganliklari va haddidan eshib ketganliklaridan bo'ldi. Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular yana Yahudilarning ichida nurg'unlarning kofirlarni do'st tutganligini ko'rsin. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nima degan yomon? Bu amallar ularga Allohning g'azabini olib keldi. Ular menga azobga qog'uvchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsa edi, kofirlarni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. Ey Muhammad, Yahudilar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini mo cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida o'limolar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir.